Devam ederiz. Şirata hadis an Aişete marfu'an inna a'zaman nasi jurman insanun şagirun yahcu el-qabilete min asriha. Ayşe Peygamberimizin hatını haber ete Allah'ın işte etken o'zining jinoyati bilan eng og'ir bo'lgan, ya'ni eng zo'r jinoyat qiluvchi ul da bo'lsa o'zining motor tili bilan, ya'ni ul da bo'lsa qabilaga, xalqqa hujum etuvchi shag'ir. Qabilaga, xalqqa hujum etuvchi shag'ir. Ya'ni bir kishi bilan qo'pma-qarshilik kelib chiqadigan ham ul shu kishiga, ya'ni noshar so'zlar bilan hujum etganda, ong'ag'ina hujum etmay, butun onun naslini, butun onun qavmini, butun xalqqa, ya'ni noshar so'zlar aytadi, shi'riy yo'llar bilan. Bu eng zo'r jinoyatchi deb aytadi Payg'ambarimiz. Ham shunday va rajulun tanaffa min abihi. Ham shunday eng zo'r jinoyat qiluvchi ul da bo'lsa o'zining atisidan bosh tortgan kishi. O'zining atisidan bosh tortgan kishi. Hozir Shiratda hadisda buna anlatmak kelashak. Shiratda hadis 283 hadis an Aişete أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس فرية لرجل حجى رجلا. Ayşe anamız haber ete Allah'ın işletken o'zin, ya'ni eng zo'r, eng yovuz yala yag'uvchi, eng yolg'onchi ul da bo'lsa bir kishi ikkinchi kishiga hujum etadi, ya'ni tili bilan, noshar so'zlar bilan. Fahajal qabilata bi asriha. Ham shunda ul kishiga hujum etmay, butun xalqqa, ya'ni butun qabilasini, butun naslini hujum etadi, noshar so'zlar aytadi. Va rajulun intafa min abihi. Shulay o'zining atisidan bosh tortgan kishi. Va zanna ummahu. Ham o'zining anisin zinada g'aybli. Ya'ni bu ikki hadisning ma'nosi aytganimcha, bir kishi ikkinchi kishi bilan talasha boshlaydi, ham shunda noshar so'zlar aytganda butun xalqni, butun qabilasidan noshar so'zlar aytadi. Mana birinchi kishi bo'ldi. Shulay o'zining hujumi bilan, o'zining jinoyati bilan eng og'ir kishi, eng noshar kishi, ham o'zining yolo yog'i bilan eng og'ir kishi ul da bo'lsa atisidan bosh tortuvchi kishi. Ham ul atisidan bosh tortar ekan, avtomatik o'zining anisin zinada g'aybli, zina qilgan deb g'aybli. Chunki u atisidan bosh tortdi. Chunki u bu mening atiyim tugildi. Shulay bet. Shunga ko'ra o'zining atiyingdan, o'zining naslidan bosh tortuv ul zo'r gunoh. Ham bulay ishlarga yaramay. Ham bu hadisga shulay bugungi kunda o'zlarining familiyalarini almashtirgan kishilar kiradi. Birayta bizning jirliklarda taralgan xotin qiz kuyovga chiqa, ham ul o'zining familiyasini almashtiradi, erining familiyasini oladi. Bu durust tugul. Bu islomga qarshi keladi. Bu islomda tiyilgan. Shunga ko'ra xotin qiz kuyovga chiqdi ekan, ul o'zining atisi bergan familiyada qolishga tegish. Er kishi uylandi ekan, ul da o'zining familiyasida qolishga tegish. Aytganimcha, familiya alishtiruv ul islomda tiyilgan. Barakallahu fikum. Davom etamiz.